uchun sizni ayolligingizni vibratsiyalari, ya'ni hislari haqida gaplashamiz-da. Bu sizni o'zingizga bo'lgan hissingizda, ayolligingizga bo'lgan hissingiz, bu sizni pul sehrobgarligingizni hislariga juda bog'liq va juda ham bog'liq. Agar siz eshitgan bo'lsangiz, bilgan bo'lsangiz, pul oqimi kimga kirib keladi? Pul oqimini masalan oldin biz harakat qilardik-da, pullar uchun mehnat, harakat, turib borib ishla, mehnat, tana mehnati orqali pul topishni bilardik. To'g'rimi? Tana orqali mehnat qilardik. O'sha paytda ham qurollar bo'lgan, borliqni qurollari, borliqni qonunlari bo'lgan, lekin biz u paytda bilmaganmiz va o'zimizni tomonidan yoki mana shu qurollarni, mana shu qonunlarni, pul sehrobgarligini qonunlarini bilgan insonlarni orqasidan ilashib, ular orqali pul topardik. To'g'rimi? Hozir oldin biz как попало pul topish, ovqatga, kiyimga, oilamiz tinchligiga pul kerak bo'lgan bo'lsa, hozir biz nima qilamiz? Pulni sevgida, quvonchda kelishini qilamiz-da. O'sha eski ishlarimiz yoqmayapti-da bizga. Siz har doim shuni tushuningki, pul tashqaridan ko'rinmaydi. Pul sizni ichingizdagi sevgini, quvonchni, mehrni, o'zingizga bo'lgan hurmatni, o'zingizga bo'lgan qadr-qiymatni qay darajada ko'pligi, shu darajada sizga pul sehrobgarligi keladi. Pul sehrobgarligi esa sizni ichingizdagi sevgingizni qancha hozir sizda sevgi bo'lsa, shuncha pul oqimi sizda bor. Demak, siz xohlaganingizcha yo'qmi? Demakki, sizni xohishingizchalik sevgi ichingizda nur, o'zingizga bo'lgan qiymat, o'zingizga bo'lgan his tuyg'ular orqali kam bo'lganligi uchun siz hozir topayotgan, sizga kirib kelayotgan pullar hozirgi sizni qadr qiymatingizga yarasha yuqoridan beriladi.